Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقْرَبِ الزِّنَا dedi. Hani? Zinanı istemeye devetken yok. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaga cehennem olacaktır. Yani zinaga aparatın yolda da uzakta bolunuz devettir. Qarаңыз, biz bu to'g'risida ko'pdan ko'p va'zlar aytganmiz, zina to'g'risida. Zina bir ulkan günah. Eng chirkinishli günah. Allah saqlasin, mana dunyoda aroq ishib zina qiladi. Kanak ishib zina qiladi. Viski ishib zina qiladi. Nashasin chegib zina qiladi. Ana qara darisini ishib zina qiladi. Biroq ertaga qiyomatda sol adamın tenesinden ağıbatkan erinde üşüminin azaptanan. Qarang, mana dünyada pivo üşümen, aroq üşümen, viski üşümen, qaradari üşümenen zina qilib kayf qildi, rahatlandı. Ertang ol sol adamlarning tenesinden ağıp turatan jirkenishda irinmen susundanadi. Ol susun muzday emas. Bu qaynagan. Кейбір кезде білесіздер, мана ыстық шайды ішіп қалсаң, таңдайың күйіп қалады. Таңдайың күйіп қалса, бір қызық болып жүресің. Бірақ бұл жерде ол қайнаған іріңді ішкіземіз дейді Аллах субханала ва тағала. Хош, бұған апаратын нәрсені, misal бұған апаратын нәрседен тіптен тыйылмаймыз да, тыйылуды да ойламаймыз. Бұдан тыйылу әрбіріміздің мойнымыздағы қарызымыз, әрі парызымыз. Bizde beymalol quchoqlashib suyishib omonlasa beradi. Wala taqrabu zina, zinaga jahannamanglar deyatir. Quchoqlashib suyishib omonlasa beradi. Men hozir sonda bir narsaga guvoh bo'lib o'tirman. Tepdan odamlar kelinlarмен quchoqlashib suyishib bo'libdi. Astagfirullah. Bizning qozoqning dasturida qanday bo'lgan? Kelinmen kelinni qo'lini olmagan bizning qozoq. Nega salom bor bizda? Nega salom bor bizda? Uzoqdan turib assalomu alaykum deb salom sap qo'yadi. Ne bu hurmet edi, izzet edi. Biroq bu Yevropaning kelkenishda nas hareketlerini alıp, meni endi kelinlerimni quchoqlashib suyishib var. Kechada Xonanbay kimda tasvirlan qilgan bilasizlarmi? Kimda? Qodar kim bilan o'ynashib qilgan? Kelini bilan o'ynashib qilgan. Bu bizning Qozoqda bor. Kelini bilan o'ynashib qilgan Qodarni tasvirlan qilib o'ldirgan. Hozir qarasang kafelerde biylab, shirqab, kelinimi biylab yurdi, astagfirullah azim. Bu bütün bizning mo'min musulmonning tabiatına zat bo'lgan, qilib bu narsa. Beşirki bemalol çörüp berib. 11-klasni yaxshilab bitirib, bantigini taqatda qaysida tuni? Kimmen tuni? Qarasang onda o'qiyotgan qiz yiqqabat bo'lib qolibdi. Yiqqabat bo'ldi da. O'g'izning arasida jibergandan keyin. Oyban mektep bitirmay tuğib atır. Wala taqrabu zina, chalg'izgina bir oyatga amal qilmaganligimizdan bizning boshimizga qancha musibatlar kelib o'tir. Tepten misali hali semiya quru ne ekan tushunmaytin bola zinamen ko'zi ochilgan, maqsadining barligi bir ret bir tunab chiqib, 2-3 kundan keyin qo'yish beradi. Bala men ayel jesir bo'ldi, bala yetim bo'ldi, ko'chada qanqirib qoldi. Kim jutib o'tir bu yerda? Kim jutib o'tir? Aytay qag'ayn. Mana o'sha yerda ozgina o'ylanishimiz kerak. Biz harom narsalardan qachon tiyilamiz? Yuragimizda iymon bo'latin bo'lsa, Allohdan ko'proq qo'rqatin bo'lsa, biz harom narsadan tiyilamiz.